Seni qanday umidlar bilan katta qilgandimmi? Nimaga bunday qilding? Birovning ma'shuqasi bo'lishning nima keragi bor? Direktor, bizni oilamiz sababsiz janjal ko'tarmaydi. Shunday ekan, iltimos, hoziroq mana bu ayolni bu yerdan haydang. U bilan munosabatlarni uzing. Bolalar uyiga kirishga ruxsat bermang. Direktor, agar harakat qilishni boshlamasangiz biz jim qarab turmaymiz. Oyi, bu meni o'g'lim. Meni haydamang. Iltimos, oyi. Direktor, Yashanshayni haydab oling. U bilan hech qanday aloqamiz bo'lishini istamaymiz. Direktor, nimani kutyapsiz? Nahotki Sun oilasi odamlarni haydab yuborishni kutayotgan bo'lsangiz? Shay, kel. Boshqa qaytib kelma. Oyi, bolaligimdan shu yerda katta bo'lganman. Meni haydamang, iltimos qilaman. Ketasanmi yoki yo'qmi? Axir oyi, Yashanshin. Qizimni qaylig'ini o'g'irlading. Endi hamma undan yuz o'girdi. Bularni hammasiga loyiqsan. Ket. Bolalar uyimizni senga o'xshagan bolasi yo'q. Qaytib kelma. Oyi, sizga nima bo'ldi? Jang. U narsalaringni o'g'irladi. Onang sen uchun qasos oldi. To'xtanglar.